Mourinho Realdagi 6 nafar futbolchiga chiqish eshigini ko'rsatdi. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Jose Mourinho yozgi transferlar oynasida jamoani tark etishi kutilayotgan futbolchilar ro'yxatini shakllantirdi. Klub Ispaniya La Ligasi boshlangunga qadar bir qator futbolchilar bilan xayrlashish yoki ularni ijaraga berish masalasini ko'rib chiqadi. Mavsum oldi yig'inlarida jamoani kuzatgan portugaliyalik mutaxassis ba'zi futbolchilar uning o'yin falsafasiga mos kelmasligini ma'lum qilgan. Xususan, himoya chizig'iga yangi transferlar amalga oshirilgani sababli Ferland Mendy jamoani tark etishga eng asosiy nomzod bo'lib turibdi. Klub uning sotuvi orqali maoshlar fondini yengillashtirmoqchi. Yosh markaziy himoyachi Raul Asensio Leganesga qarshi o'rtoqlik o'yinida o'zini yaxshi ko'rsatgan bo'lsa-da, kuchli raqobat tufayli unga yetarli o'yin amaliyoti berilmasligi ehtimoli yuqori. Shuningdek, Eduardo Camavinga va Franco Mastantuono bo'yicha rahbariyat hamda murabbiy birgalikda yakuniy qarorga kelish kutilmoqda. Hujum chizig'i vakillari Endrik hamda qator klublardan takliflar olayotgan Gonzalo Garsiyaning kelajagi ham so'roq ostida. Qaymoq ranglilar qarorgohidagi transfer jarayoni faqatgina ushbu 6 nafar futbolchi bilan cheklanib qolmaydi. Klub prezidenti Florentino Perez oldida jamoaga ham sport ham iqtisodiy jihatdan katta ta'sir ko'rsatadigan ikki yulduz Vinicius Junior hamda Aurelien Tchouameni masalasi ham turibdi.